mahallamizda bir yoshi ulug' oqsoqol odam bor edi. Hayotimizda bo'lgan narsani aytyapman-da. Solih inson edi. Halol mehnat bilan, dehqonchilik bilan umr kechirgan. Birovga qattiq gapirmagan. Ana shu qiyin davrlarda ham namozini, ro'zasini qoldirmagan inson edi. O'sha ota bilan suhbatlashib o'tirganimda bir narsani aytgan edi. Meni juda yaqin olardi o'ziga. Qarang bolam, ajoyib zamonda qoldik. Biz yosh bola paytimizda bir domla palon qor aka haqida nima deysiz deb so'rasak, haligi domla hay. Ehtiyot bo'lib gapiring. Bunaqa odamdaqa oliyjanob odamlar kam. Bu odam haqida yaxshi gapiring, duosini olib qolish kerak deb javob berishar edi. Endi shu falonchi qor akadan bu domla haqida so'rasak, u ham xuddi shunaqa so'zlarni aytar edi. Domlalar deydi o'sha oqsoqol, bir-birini yaxshi ko'rar edi, qadrlashar edi. Endi bo'lsa buni teskarisini ko'p turibmiz. Odamlar ilmlilarni yomonlashga o'tib oldi degan edi. Ya'ni u odam avvalgi davrni ham ko'ryapti, bizning davrimizni ham ko'ryapti. O'rtasidagi farqni aytayapti. Avvalgilarni qaytarib aytaman. Diniy bilimlari ko'p bo'lmasa ham ilmlilarni hurmat qilishgan. Chunki yomon bo'ladi degan gapni eshitgan. Otalari ana yuqorida aytilgan fatvolardan xabardor bo'lgan. Dindan chiqasan, xotining talab bo'ladi degan gapni eshitgan, shuning uchun bolalariga singdirgan, ulamolarni yomonlama, ilmlilarga bir nafrat qilmadi. Mana shu otamiz, mana shu bir oqsoqol vafotidan oldin o'zini qori nabirasi bilan gaplashib o'tirib, bir nasihat aytgan ekan, shuni aytib bergan edi. Nima degan ekan? Bolam, domlalarni, imomlarni, qorilarni, ilm ahllarini yomon ko'rgan, ularni g'iybat qilgan, ularga yomonlikni ravo ko'rganlarni birontasini obod o'lim topganini ko'rmadim. Ehtiyot bo'ling degan ekan. Hanafiy mazhabidagi fatvo to'plamining eng ulug' deb tan olingan Xulosatul Fatovoda kufrga sabab bo'luvchi lafzlar bo'limida ilm va ulamolarni kamsitish haqida shunday deyiladi. Man abag'ada aliman bighayri sababin zohirin khifat alayhi al-kufru. Kimki biror olimga zohir ochiq sababsiz nafrat qilsa, unga kufr xavfi tug'iladi. Xulosatul Fatovo. Mana shu fatvo yana Fatavoy olamgiriyada bunday deyilgan. Fin nisobi man abghada aliman min g'ayri sababin zohirin khifa alayhi al-kufru. An-nisobda kelganki, kimki biror olimga zohir ochiq sababsiz nafrat qilsa, unga kufr xavfi tug'iladi.